Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tuzingizlar. Mana yana bitta obyektimiz ko'tarilish arafasida turibdi. Boshladik, mana bittasini ko'tardik. Bitta anaqasini mana 17 ga 20 navbatimiz tomimiz bityapti. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Mana ko'tarilish anaqasi. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Mana ko'tarilyapti, xudo xolasa. Mana ko'tarish anaqasi. O'zbekiston bo'ylab kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa mana bo'lyapti akalar. Ko'tarish hisob bo'lyapti akalar. Mana tepada mana ustalar nima qilyapti, tunikalari bilan beramiz xudo xolasa. Uzunligi 20 metr, eni 17 metrlik bez ustun qilib yop beryapmiz orasida. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar o'rtalar. Telefonni qo'yamiz. Mana uzunligi 20 metr, eniga 17 metr joyga obyektimiz bitkazilmoqda.